Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, azobunachilar, e'tiborga uchun rahmat. Xohlasa mana biza har doimgidek 612-kilometrga yetib keldik. Akalarimiz bilan birga choyxonaga mana bu kafega kelib turib choylardan bir bahramand bo'lingizlar do'stlar. Kelganlar bo'lsa kommentariyaga bitta layklarni bosib fikrlaringizni bildirib qo'yinglar. Qani bu yerda ovqatlari qanday ekan, yoqdimi, yoqmadimi inshaalloh gapirib ketaverasizlar. Assalomu alaykum. Yangi yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, alhamdulillah. Do'stim qani? Xudo xolasa mana kafega kelib oldik. Har doimgidek do'st. Kafemiz mana har doimgidek juda ko'rkam, juda joy katta, bemalollik. Xudo xolasa. Sizlar kuzatishga davom etingizlar. Inshaalloh kirishchilik masalasi bo'yicha chegaraga borib, holatlar haqida sizlarga ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilaveramiz. Reyestrga tushgan va kartasi bloklanganlar haqida ham ma'lumotlar har doim bor bizga. Dokumenti yo'q bo'lsa ham bemalol kirishchiliklar bo'lyapti. Kuzatishga davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.